Assalomu alaykum hammaga. 2025-yil 16-aprel Turkiyadamiz. Yozgi modelda chiqqan tapchika basanochkalar. Rovigo firma. Turkiyadan olganlar ko'plari bilishadi Rovigo firmani. O'zimizda ham ko'payib ketdi bu firmaning mahsulotlari. Bu Turkiyadagi turgan narxi, magazindagi narxi 36 dan 26 dollar, 36 dan 42 razmergacha. Qora rangi shu oyoq kiyimni. Bir de oq rangi bor. Oq rangi ham juda chiroyli. Bunisi ham zo'r chiroyli chiqqan, buyum yangi model. Bunisi ham 26 dollar narxi. 4 xil sveti bor buni. Bunisi materiali fasoni bir xil, materiali boshqacha ishlangan. Buni ham narxi 26 dollar. Razmeri 36-42. Mana bu yoqda mana ustidan ham bor. Mana 30 dollar bunisi, 35-42 razmeri. Tilla rangi deydi, ya'ni buni xuddi shu rangini ko'mishi ham bor. Zo'r. Olib sotaman deganlarga, savdo boshlayman deganlarga Rovigodan olib sotsanglar ham bo'ladi. Rovigo ham juda zo'r. Ortiqcha skidga nima qilmaydi bular. Chunki tovarlar doim oldida ketyapti, to'xtamayapti. Faqat zakazga qilishadi. Mana shu tovarlar hammasi turganlar biza kelamiz, zakaz beramiz, keyin tayyorlashadi. Hamma tovar shunaqa zakazga keladi bu yerda. Bunisi ham 23 dollar. Bunisi bor. Yosh katta onaxonlarimizga 36-40, 23 dollar bunisi ham. Yoshlar ham kiysa bo'ladi, buni to'ylarga kiysa bo'ladi. Bunda rangi sveti ko'proq hozir. Mana basanochka bor. $30 bunisi. Bu yog'i skidka bo'ldi qachon? Ba'zi shu narsani 20 dollardan olib sotdingiz. Hozir 17 dollarga tushdi. Skidka narxi bu. Qolib ketdi. Kimlardan zakaz bergan, olmagan. Shunday bo'lib qo'llarida qolib ketgan model bor bularda. Shuning uchun shularni skidga qo'yib sotishyapti. Biza ko'proq shunisidan ki bardovi keyin bu tigroplidan ko'p sotdik. Do'kon juda katta. Ayollarniki, erkaklarniki aralashuvchi diski yo'q. Bu tarafda erkaklarniki. Oxirigacha obzor qila olmayman, vaqtim yetmaydi hammasiga. Birato'la ko'rsatib o'taman. Imkon boricha. Juda ham yengil, oyoqqa og'ir tushmaydi. Mana oyog'i bor yo'qligi ham bilinmaydi. Og'ir narsa emas. Hozirgi havoda ham kiysanglar bo'ladi. Yog'ingarchilik bo'lyapti hozir bahor havosida.
Biznes boshlayman deganlar aloqaga chiqinglar. Yetkazib beramiz chiroyli qilib hammangiga. Narxi 18 dollar. Uncha ko'rinyapti. 19 dollar ekan. Ha, 18 ekan. Shuni narxi. Oqi, qorasi bor. Bunisi 15 dollar. Xullas bu tarafi oxiri. Bu yoqda yana erkaklarniki bor. Bu yoqda yana ayollarniki bor. Tovar juda ko'p. Istagan mahsulotingdan topsanglar bo'ladi bu do'kondan. 1000 xil desam yolg'on bo'lmaydi. 1000 xildan ko'proq ham. Assortiment juda katta.